Bugun birgalikda yoshlikka qaytamiz. Ketdik. Biz yoshligimizda shunaqa gullardan buket yasardik. Gulda atrofiga shunaqa otquloqlardan buket qilardik. Qariyalar qanaqa chiroyli. Men bu bo'lsa qizlar eng yomon ko'rgan o't. Chunki maktab paytida bolalar olib boshimizga irg'itardi. Keyin bu boshimizga sanchilib qolardi. Bu mushukcha o'tam deyilardi. Mana bunaqa yuradi bu. Mana. Ay jim tur. Tishimga e'tibor bermanglar. Bugun borib kistasini kestirib keldim, shuning uchun ishib ketgan. Men buni eslaysizlarmi? Bu shildirog'i o't deyiladi. Hozir maslarga shildiroq yasab beraman shundan. Hozir. Qurib qopti bunisi. Men bu gulchani qaranglar, asalchaligini. Lekin shildiroq o't yasalmayapman-da. Lekin eshitinglar, shuni ham eshitsa shiqirlaydi bu. Eng zo'rini aytaymi? Mama qaymoqlar o'sha payti o'tiribdi-da, gulchambar qilardik, lekin hozir topdim. Men bu bizda parashyut deyiladi. Sizlarda-chi? Kommentda yozib ketinglar.